Qo'limdagi oq qog'ozda qish manzarasi bor desam, ishonasizmi? Keling isbotlab beraman. Mana bu sizga aytgan o'sha ajoyib qish manzarasi edi. Keling endi bu mo'jizamizni sirini ochamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi oq qog'oz, oddiy sham hammaning uyida topiladi va turli xil rangdagi bo'yoqlar. Birinchi ishimizni oq qog'ozga sham bilan tabiat manzarasini chizishni boshlaymiz. Tabiat manzarasini chizib oldik. Endi buni rang bilan bo'yab chiqamiz. Siz ham ushbu usullardan foydalanib, farzandlaringiz bilan vaqtni maroqli o'tkazing.